нашем PhD я хочу прочитать наш PhD. Записывайте, чтобы поставить в YouTube. И перед началом не забывайте надеть микрофон. Стартап Вендо. Добрый день, меня зовут Рахим Джурат. Я основатель компании стартапа Вендо. Это B2B платформа, которая соединяет поставщиков и корпоративных клиентов на одной платформе. Цифровая экосистема для профессионального снабжения. На сегодняшний день проблема рынка заключается в том, что есть крупные корпоративные клиенты, такие как международные отели, крупные бизнес-центры, крупные корпоративные клиенты и компании, которые постоянно и на постоянно регулярной основе закупают для снабжения химическую продукцию для клининга, то есть это моющие средства, уборочную технику, либо какую-то гигиеническую продукцию. И часто проблема заключается в том, что покупатель не знает, где это все покупать, брать, в связи с этим, так, что-то... Нет, там отключилось сейчас. У меня отключилось? Нет, там отключилось. В связи с чем я решил создать такую платформу, потому что у меня у самого опыт 9 лет в продаже моющей техники, оборудования и уборочной техники. Я знаю, как происходит процесс со стороны клиентов, процесс закупки, как это все проходит. Также я сам напрямую работаю уже на протяжении многих лет, сам продаю это же оборудование. Наша платформа что дает? Это централизацию, то есть на одной платформе будут выставлены все крупные поставщики, которые на сегодняшний день предлагают профессиональную химию и профессиональную уборочную технику для отелей и B2B клиентов. Что такое, краткий курс, что такое профессиональная химия? Профессиональная химия – это различие профессиональной химии от обычной химии, которую мы закупаем в магазине, то, что она концентрирована, это высококонцентрированные химические препараты, то есть щелочь либо кислота, которые дают более быстрый эффект, достигается и за счет того, что закупается оптом и в концентрированном виде для крупных клиентов, которые много чистят химическими средствами, дает эффект экономии. Поэтому абсолютно все крупные гостиницы и бизнес-центры закупают профессиональную химию и профессиональную уборочную технику, так как у них ресурс лучше, и в конечном итоге это дает экономию. Платформа дает, что дает сама платформа, это объединяет умный поиск, тендерную систему, то есть у клиента будет возможность, например, если он будет закупать какую-то технику, будет возможность объявить тендер среди поставщиков, и поставщики какой-то уборочной техники будут, помимо того, что у них выставлены цены, могут в закрытом режиме предлагать в личных сообщениях свои цены для клиентов. Так как я уже сказал, целевая аудитория – это организации с высокой частотой повторных закупок. Что это значит? Это отели, бизнес-центры и клининговые компании, которые на постоянной основе всегда минимум раз в неделю либо раз в месяц закупают профессиональную химию. В чем конкурентное преимущество нашей платформы? Это в том, что на сегодняшний день какого-то аналога этой платформы в Узбекистане не существует. Есть мировые похожие аналоги, но в Узбекистане именно платформы, которая объединяет всех поставщиков, нету такой платформы. Плюс еще контроль качества, сетевой эффект. Что это значит? Чем больше поставщиков, тем больше клиентов, чем больше клиентов, тем больше поставщиков. Почему это интересно для клиентов, корпоративных клиентов? Это потому что у них будет возможность
закупить и посмотреть, сравнить цены сразу на одной платформе на сегодняшний день, как они закупают. Либо через знакомых, либо они через поиск и интернет. В интернете есть компании, которые не цифровизированные, то есть надо искать через своих знакомых, либо через каких-то личных партнеров. Дорожная карта развития нашего стартапа заключается в том, что запуск уже, первоначальный запуск есть интерес со стороны нескольких десятков компаний, то есть закупщики и сами поставщики заинтересованы в данной платформе. Что дает поставщику данной платформы? Это их проблема это в масштабируемости и поиске клиентов. То есть они на сегодняшний день поставщики платят своим менеджерам, либо агентам, которые будут искать, ходить по клиентам. И это как минимум на одного человека, на один ресурс они тратят, исходя из своего опыта, около 10-12 миллионов сумм на каждого менеджера, который будут приводить клиентов. Коллеги, добрый день. Меня зовут Максим, и я сегодня буду вам рассказывать про наш стартап. На самом деле стартап изначально армянский, называется он Докторян, поэтому такое название. Но мы выходим на местный рынок, и здесь мы будем называться уже Айви. Вот, но об этом чуть позже. На самом деле, почему мы выбираем именно узбекский рынок здесь сейчас? Да, все очень просто, давайте по основным цифрам пробежимся. На данный момент на рынке Узбекистана есть 9 тысяч частных клиник. Да, более того, мы показали за 3 года трехкратный рост, что на самом деле очень классно. И более того, у нас на данный момент в республике есть 107 тысяч врачей. К сравнению, в Армении есть 3 миллиона населения и 6 тысяч врачей. То есть мы здесь в 100 раз больше, и это очень, в 10 раз больше, и это очень круто. На самом деле, что делает наша платформа? Мы являемся платформой-агрегатором, в рамках которой вы можете записаться к врачу. То есть мы объединяем и пациента, и врача. Наверное, многие из вас сразу же подумают куда-то в сторону Мед24 либо Клиник СУС, и это на самом деле правильно. Да? Они на первых этапах действительно являются нашими конкурентами. Но мы захватываем несколько, на самом деле, другую вещь. Да? То есть мы будем стараться, ну и уже стараемся, выстроить именно другой лейер отношений. То есть, когда вы сейчас ищете врача, вы на самом деле не задумываетесь, куда вы заходите. Первое, что вы делаете, открываете Google, спрашиваете друзей, знакомых, родственников, не принципиально, и каким-то образом уже попадаете либо в агрегаторы, может быть, Instagram, Facebook, может быть, ну там просто какой-то сайт. Мы же пытаемся, ну и будем пытаться именно работать через нас, то есть воспитывать доверие к нашему бренду. Как early adopters наших именно в Узбекистане мы будем рассматривать определенную целевую аудиторию. Это будут именно женщины, то есть первоначально мы будем заходить именно через женщин. При этом это будет примерно 18-40 возраст, да, потому что мы все знаем, что в Узбекистане на самом деле рождается много людей, практически 1 миллион в год. Все эти женщины, они должны обследоваться у врачей, они следят за своим здоровьем. Зачастую женщины как раз-таки следят за здоровьем в семье. Ну, давайте честно, подумайте, когда вам надо куда-то записаться, вы, скорее всего, спросите свою жену. Да? Поэтому мы провели, на самом деле, огромное маркетинговое исследование, порядка 300 страниц, сделали мы это за 3 с лишним месяца, поэтому мы точно знаем, кто наш ЦА на первоначальном уровне. Конечно, потом мы будем переходить уже и к другим клиентам, но первоначально работаем с женщинами в целом. Это те данные, которые есть у нас сейчас в Армении. Вот. Как раз таки в Армении мы занимаем 1/6 рынка уже сейчас, работаем 4 года, и это на самом деле очень круто, нам там стало тесно, поэтому сегодня мы здесь. Вот. Это то, как выглядит наше предложение в целом, да, то есть интерфейс будет следующего формата. На данный момент мы планируем soft launch уже провести в конце марта месяца. Сейчас мы занимаемся активным привлечением партнеров. Да, это клиники, это и технологические партнеры, и это также партнеры по маркетингу. Потому что, наверное, одна из самых главных фишек, которые мы делаем, это, конечно же, то, что мы даем бесплатный маркетинг клиникам и врачам. Вот. Наша модель, она на самом деле раньше строилась в Армении по подписке. Но мы быстро поняли, что там это может работать, здесь работа по подписке будет плохой штукой. Поэтому мы будем брать комиссию прямо от заказа внутри нашего приложения. 15% это офлайн консультация, а все, что онлайн консультация, будет 20%. При этом мы понимаем о том, что уже здесь сейчас эта модель обкатана, она уже работает, потому что клиники уже сейчас платят эти же самые проценты нашим конкурентам. Вот. Ну и чуть-чуть именно почему Узбекистан, почему мы классные, крутые и так далее. У нас есть revenue scaling, на самом деле у нас есть уже подготовленный data room, мы активно работаем с многими венчурными фондами, в том числе Алока, IT Park, Uзвentures, Uzcard Ventures и так далее. И в целом, на самом деле, для них все эти данные мы подготовили. Если вам интересно, я могу направить вам потом data room, изучите спокойно, это круто.
В общем и целом, наша цель в ближайший год захватить порядка 100 клиник. Эта цель, она не амбициозная, она вполне достижимая, хорошая, выше среднего, поэтому мы точно придем. И на самом деле то, что мы делаем, то есть почему вообще здесь сегодня, мы хотим поднять порядка 250 тысяч долларов. Мы видим, что нам сейчас нужен лид-инвестор, потому что это на самом деле одно из самых главных вещей, которые просят остальные инвесторные фонды. Вот. И нам нужно 250 тысяч долларов. В целом у нас уже есть soft commitment от Sea Angels, у нас есть soft commitment от ID Park, Alloki и так далее. По большому счету нам единственное, что нужен лид, потому что у нас есть оценки по, получается, нашему капу. Вот. Просто надо их подтвердить. Вот. Получается, поэтому мы рейзим. Тут немножко неправильная цифра, это опечатка, мы рейзим 250, написано 400, мы рейзим 250. Вот, потому что мы пообщались и с местными венчурными фондами, вот, и немножко наш valuation, конечно, занизили, вот, для того, чтобы больше подходить под рынок местный. Вот. На данный момент последнее, то, что мы рейзили в Армении, было 4 миллиона. Здесь изначально мы пытались оцениться в 6, вот, но из-за того, что у нас трекшн есть только в Армении, а в Узбекистане его нет, вот, как бы, нам посоветовали, давайте лучше 4,5, сделайте 4,5-5. В 4,5-5 мы готовы тогда рейзить 250, но по большому счету эти деньги нам нужны для того, чтобы сделать команду локальную и маркетинг. Вот. Ваше время вышло? Да, я уже понял. Вопрос? Assalomu alaykum. Agronom A o'simlik kasalliklarini aniqlab beruvchi mobil приложение. Bu ilovamiz nima qiladi? Xo'p, hozirgi kunda o'simliklar orasida kasalliklarning juda ko'pligi va vaqtida yechim qilinmayotgani hisobidan bir yilga O'zbekiston qishloq xo'jaligida 5 millionga yaqin fermer xo'jaligimizda katta zarar ko'rayotgani butun BMT statistikasida ham hozir ko'rinib turibdi. Bizlar bunga qanaqa yechim qilmoqchimiz? Bizlar Agronom platformamiz orqali o'simlik kasalliklarini aniqlash, undan tashqari chet eldan kelayotgan ko'plab fermalar gullar olib kelishadi yoki boshqa boylar ham gullar olib kelishmoqda. Gullar ham ma'lum bir O'zbekiston sharoitiga moslasha olmaganligi tufayli ko'p o'tmay qavrab qolayotganligi, so'lib qolayotganligi ko'p kuzatilmoqda. Bizlar mana shu muammolarga yechim sifatida Agronom AI platformani taqdim etmoqchimiz. Hozirgi kunda bizning platformamiz asosiy nimalar asosida ishlaydi? Rasmlar asosida, tahlil analizlar asosida sun'iy intellekt modellari yordamida o'simlik kasalliklarini aniqlaymiz va ularga tashxis taklif etamiz. Undan tashqari bizlar aptekalar bilan integratsiya qilib, hozir aptekalar bilan integratsiya qilyapmiz, ya'ni dori taklif etamiz. Shu dorilarni sepsangiz, shuncha vaqtda yechim bo'ladi va bu dorilarni shu joylardan ola olasiz. Hozirgi kunda to'g'ridan-to'g'ri, masalan, O'zbekistonga kelib yetkazib beruvchi dori kompaniyalarimiz ham mavjud. Bulardan hozir 2-3tasi bilan hamkorlik ishlari olib borilmoqda. Ular bilan to'g'ridan-to'g'ri dorini yetkazib berish, ya'ni o'sha fermalarning o'zi dorilarni yetkazib berish jarayonini ham ko'rib chiqilmoqda. Xo'p, biz yana nimalarni qilamiz? O'simlik kasalligini aniqlaymiz, unga yechim taklif etamiz va o'sha yechimni, ya'ni dorini yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonni qamrab olamiz platformamiz yordamida. Bu hozirgi kunda platformamiz MVP bosqichida va hozir bozorga chiqishga tayyormiz. Hozir bozorga chiqib, nasib bo'lsa, hozir o'simliklar avjiga chiqqan, ya'ni kasalliklar, endi hamma dehqonchiliklar bahor mavsumi, hozir hamma ekinlar ekiladigan va kasalliklar dal momentda bizlar bozor auditoriyamiz keng miqyosda qo'llanishi mumkin. Undan tashqari bizlar aytayotgan gullarni ham juda ko'pchilik foydalanishadi. Hozirgi kunda juda katta kompaniyalar gullarni boshqa shunga o'xshash qimmatbaho o'simliklar ham olib kelishmoqda. Ular ham ma'lum bir kasalliklar tufayli qavrab qolishmoqda. Bizlar shuni onlaynda doimiy real vaqtda kuzatib platformamizga rasmga tushirib tashlash orqali kuzatib monitoring qilib borishadi va bizlar agar kasallik aniqlanadigan bo'lsa, unga tashxis qo'yib beramiz va dori taklif etamiz. Ham hozir dori kompaniyalari bilan hamkorligimiz o'xshasa, dorini yetkazib berish jarayonini ham amalga oshiramiz. Xo'p. Bizlar undan tashqari hozir hosil prognozi
ustida ham jarayon olib bormoqdamiz. Sun'iy intellekt data ma'lumotlarimizga asoslangan holatda hosilni oldindan prognozlab berish, ya'ni qancha vaqtdan keyin hosil tayyor bo'ladi, qancha vaqtdan keyin pishadi, o'sha hosili masalan shuga ekadigan bo'lsa, qancha vaqtdan keyin hosili tayyor bo'lib bozorga chiqarishi mumkin. Shuni prognoz qilib chiqarib berishni hozir maqsad qilmoqdamiz. Nasib bo'lsa, hop, bu bizning tractionimiz, ya'ni bozorni o'lchaganmiz, ya'ni bu O'zbekiston va Markaziy Osiyo bozori uchun. Hop. Keyin yana Xo'p, agar biza hozir taxmin qilmoqdamiz, O'zbekiston bozorida 1 millionga yaqin auditoriya to'plashimiz mumkin. Ya'ni hozirgi kunda fermer xo'jaliklari, undan tashqari shu chet eldan qimmatbaho o'simlik olib kelib ekuvchilar bizning asosiy mijozlarimiz bo'lishadi. Undan tashqari uyini oldiga kichik sotiklarda ekin ekuvchi, masalan, parnik qiluvchilar ham olishimiz mumkin. Biza 3 xil modelda hozir xizmat ko'rsatishni bepul modelimiz tayyor. Hozir standart ustida ish faoliyatimiz olib borilmoqda va premium modellarni taklif etmoqchimiz. Premium modellarimiz klasterlar uchun tashkil etiladi. Ya'ni butun boshli o'zini klasterida ekilayotgan hamma o'simliklarni nazorat qilib borishi, kuzatib borishi, qaysidir hududlarda kasallik bo'layotgan bo'lsa, oldindan aniqlashi va real time'da unga qarshi dorilar sepib, choralarni ko'rishi mumkin bo'ladi. Bu bizning jamoamiz. Hozirda jamoamizda 20 dan ortiq amaliyotchilar faoliyat yuritishmoqda. Bu amaliyotchilarimiz nima qilishadi? Bizlarga ko'proq data kerak bo'lyapti. O'sha datani yig'ish bilan hozirgi kunda universitet talabalar, ya'ni amaliyot bilan shug'ullanishmoqda. Ilmiy tadqiqotchimiz bor va undan tashqari jamoamizda hozirgi kunda 5 kishimiz. DevOps mutaxassisimiz 7 yillik tajribaga ega, backendni ham shu kishimiz olib boradi. Frontend dasturchimiz va agronom data dotsentimiz bor. Butun boshli ma'lumotlarni yig'ish, jamlash ishlari bilan rasmlarni bizlargacha yig'ib berish bilan shug'ullanishadi. Bizlar rasmlarni tahlil qilib, hozirgi kunda kasalliklarni aniqlash jarayonidamiz. Rahmat. Savollar bo'lsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Otabek Qosimov. Rastapay loyihasida ham ta'sischi va sotuv menejeri bo'lib ishlayman. Rastapay qanaqa loyiha? Rastapay bu computer vision orqali bozorlarda va savdo komplekslarida butun kompleks va bozorni boshqaruvini raqamlashtirishga va undagi yig'imlarni, demak, shaffoflashtirishga qaratilgan loyiha. Prezentatsiyada adashibsizlar, kechirasiz. Tushuntirib ketavering, ungacha topilib qolar. Demak, Rastapayda asosiy bizni ko'rgan muammoyimiz shunaqa bo'ldiki, bu bozorlarda, bozor ma'muriyati va boshqa savdo komplekslarida barcha bozordagi sotuvchilar, kunlik patta yig'imlari deymiz, ularning yig'ilishi va boshqa jarayonlardagi tushumlarni juda ham qo'lda, qog'ozda va noshaffof holda amalga oshirishar ekan. Mana shularni hammasiga yechim berish uchun computer vision orqali biz dastur ishlab chiqdik. Loyiha butun aytib o'tganimizdek bozor va bozorda atrofidagi barcha savdo komplekslarining atrofidagi hamma joylarni, demak, raqamlashtirishga qaratilgan asosiy. Bormi? Va bizning yechimimiz shunaqa bo'ldi. Biz computer vision bilan butun hududni, demak, raqamlashtirib, kelayotgan tasvirlarni analiz qilish orqali o'sha savdo nuqtalaridagi faoliyatni aniqlashtirib, ma'muriyatga bitta dashbordda to'la kunlik tushumlar qanaqa, prognozlar qanaqa va bozor hududidagi yoki savdo kompleks hududidagi boshqa tushumlar, aytaylik, avtoturargohlar va boshqa kundalik tushumlarni aniq monitoringini chiqazib beramiz. Bundan tashqari bizda yana bitta ustuvorlik bor. Bu Edge AI texnologiyasini joriy qilganimiz. Bu texnologiya yordamida biz ba'zida internet yaxshi bo'lmay qolganda yoki offline holatda ham tizimni to'liq ishlab qolishini ta'minlaymiz. Mana shu jihatdan boshqa raqobatchilardan hozir ancha o'zib ketdik desak ham bo'ladi, lekin bitta tarafi bor. Biz loyihani Farg'ona viloyatida joriy qilganmiz. Hozirgi paytda tractionimiz 14 ta real mijoz, 20 dan ortiq muzokara va revenuega keladigan bo'lsak, $25,000 plus 300 millionga yaqin daromad keltirdi loyihamiz. Asosiy bozor hajmimiz ko'rsatib o'tganimiz ochiq ma'lumotlar portalidan olingan ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda 400 dan ortiq
davlat ulushiga ega bo'lgan va bundan tashqari juda ko'p xususiy bozorlar bor va biz bitta viloyatdagi, ya'ni Farg'ona viloyatidagi bozorlar uyushmasi bilan gaplashgan holda o'tgan yillik 2025-yildagi tushumlarni hisobladik va ularning ma'lumotini oldik va bu ko'rsatkichdan kelib chiqib hisoblaganimizda umumiy bozor hajmi O'zbekistonda ayni 2025-yil holatiga 80-85 million dollar, umumiy kunlik tushum 2 milliard, 2,5 milliard, 3 milliardgacha so'm hisobida bo'lgan. Va hozir bizni biznes modelimiz qanaqa ishlayapti? Biz shu kungacha bo'lgan holatda biznes modelni sal boshqacha qo'ygan edik. Loyiha tayyor bo'lganda setup fee, ya'ni dasturni joriy qilib berish orqali bitta bir to'lalik shartnomaga mablag' o'tkazgan edik. Endi biznes model biroz o'zgardi. Biz umumiy, demak, bozori tushumidan komissiya olishga o'tdik. Topolmadingizmi? Bunday olgan ta'lim Xo'p. Bitta o'zim emas, men sherigim bilan kelganman. Qanaqa savollar bo'lsa javob berishga tayyormiz. Hozirgi kunda qo'shimcha ma'lumot sifatida biz Yoshlar Venture'dan, demak, 30 ming AQSh dollari qiymatidagi investitsiya taklifini ham oldik. Hali ko'p bo'lmadi, 4 kungina bo'ldi. Tayyormiz hududlarda bozorlarni to'liq raqamlashtirish orqali rastapeyni kengaytirishga. Va umuman biz faqat bozorlarni raqamlashtirib, bu yoqdagi to'lovlarni elektron holatda shaffoflashtirib berishga emas, biz butun strategiyani, ya'ni kengayishni o'sha bozorlar va savdo komplekslarini xavfsizlik tizimiga qaratganmiz. Bunda moliyaviy xavfsizlik ham mana shu hozirgi ishlab turgan loyiha sifatida uning ichiga kirib ketadi. Keyinchalik barcha bozor ichidagi jarayonlarni bitta kirgan, demak, fuqaroni yoki xaridorni deydigan bo'lsak, qaysi nuqtalarda savdo qilganidan tortib, bu yerda o'sha identifikatsiya orqali ro'yxatdagi ma'lum bir qanaqadir jinoyatchilarni hududda mavjud boshqa shaxslarni ham aniqlashtirishimiz mumkin bo'ladi. Strategik hamkorlikni ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Faqat bozor ma'muriyatlari bilan kelishib loyihani berish emas, keyinchalik qanaqadir institutlar bilan yoki bo'lmasam davlat tashkilotlari bilan o'sha ma'lumotlarni ulashgan holda boshqa davlat boshqaruvida ham strategik qarorlar qabul qilishga ta'sir qilmoqchimiz. Mana yechimlarimiz. Bu joyda mahsulotni ko'rsak bo'ladi. Dashboard, bu admin panel va mobil dastur. Bu demak bozorlarda ma'muriyat uchun web kabinet dashboard va ana o'sha joydan foydalanadigan sotuvchilar uchun mobil dastur ko'rinishida. Bozor hajmi haqida to'xtalib o'tdim. 400 dan ortiq hozircha ochiq ma'lumotlar portalidagi va tushumlar. Va bizning biznes modelimiz. Bu komissiya. Ya'ni bozor raqamlashgandan keyin umumiy tushumdan rastapeyni ulushi. Va bu joyda ko'rsatib o'tganmiz qo'shimcha pullik xizmatlar deb keltirib o'tdik, lekin biznes model bo'yicha mana bu 1% dan 5% gacha komissiya. Hozirgi holatda o'sha standart funksiyalar, umumiy moliyaviy jarayonlarni shaffoflashtirishga kamroq foiz bo'lsa, aytib o'tganimdek qo'shimcha tizimlar, tractionlar yoki bo'lmasam qo'shimcha analitik ma'lumotlar uchun biz ko'proq foiz komissiya olishni rejalashtirganmiz. Xo'p, traction aytib o'tdim 20 dan ortiq, demak biz muzokara o'tkazdik va 13 ta hozir real mijoz bilan ishlayapmiz va umumiy revenue 25 ming AQSh dollari plyusda. Savollar bormi? Vaqt yo'q. Assalomu alaykum. Ismim Nasrulloh. 10 yil ilmiy sohada, universitetlarda va oxirgi 10 yildan beri IT sohasida ishlayman. IT sohasida web va mobil dasturlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanganmiz. Bu proyekt shularni shuncha yillik tajribalar asosida ishlab chiqildi. Bu M-ta'lim loyihasi qanday loyiha? Bu barcha turdagi o'quv muassasalari uchun boshqaruv platformasi, ya'ni LMS va ERP sistemalarni birlashtirilgan sistemasi bo'lib hisoblanadi. Bu SaaS modelda ishlaydi. Buni kim ishlatishi mumkin? Buni har qanday turdagi o'quv faoliyat bilan shug'ullanadigan korxonalar, ya'ni 4 ta o'quvchisi bor repetitordan tortib universitetlargacha ishlatishi mumkin. Bu ham loyihada hamkor Chirchiq davlat pedagogika universiteti bo'lgan. Men u yerda ham proyektlarim bor, ular bilan birga hamkorlikda ishlangan, ya'ni pedagoglar bilan. Xo'p, bizda hozir bozor O'zbekistonda umumiy bo'linsa agar oliy ta'lim muassasalari, maktablar va xususiy tashkilotlarga bo'lib o'rganadigan bo'lsak, umumiy holda bizda bu platformadan foydalanishi mumkin bo'lgan 8 milliondan ortiq o'quvchilar
va 600 mingdan ortiq o'qituvchi va 15 mingdan ortiq maktablar bor. Bular nima ishlatadi hozir? O'sha tizimni boshqarish uchun. Tizimni boshqarish uchun davlatni ishlab chiqargan sistemasi bor. Bu Xemis deb nomlanadi. Bu administrativ ham o'sha o'quv jarayonlaridan tashqari administrativ funksiyalarga ega platforma. O'shani ishlatadi barcha davlat oliy ta'lim muassasalari. Maktablarda e-maktab yoki kundalik degan sistema ishlatiladi. Va xususiylar, ya'ni o'quv markazlari, boshqa xususiy maktablar turli xildagi platformalarni ishlatishadi. Ya'ni yagona narsa yo'q. Xususiy repetitorlar bo'lsa, ko'proq Telegramdan foydalanishadi. Bu yerda bizada o'sha yagona tizimni yo'qligi, hamma har xil o'zicha yagona xususiyatga ega bo'lmagan platformalarni ishlatib kelishmoqda. Ya'ni muammo bitta ya'ni yagona bir platformani yo'qligi sababli tizimlashtirilmaganligida va buni yechish uchun o'sha barchaga mos va oson qulay boshqarilishi mumkin bo'lgan platforma ishlab chiqish fikriga kelindi. Oppa. Bu boshqa anaqa. Manikiyu, siz boshqani qo'yibsiz. Menga qo'shadi. Yo'q, anaqa Telegramni oching, oxirgi tashabbus, oxirgisi. Xo'p, muammo shundaki, muammoda ya'ni universal tizim yo'q, ya'ni bor platformalar ham ma'lum bir sohaga mo'ljallangan yoki o'quv markaziga yoki boshqa anaqa davlat maktablariga mo'ljallangan. Ulardagi funksionallar chegaralangan funksionallar, ulardagi har bir masalan o'quv markazlariga mo'ljallangan sistemalarda texnik muammolari ko'p. Ya'ni oxirigacha yechilmagan. Bundan tashqari bular qimmat hisoblanadi va har bitta o'qituvchi o'zini maktabini ochmoqchi bo'lgan, o'zini faoliyatini yurgizmoqchi bo'lgan o'qituvchiga mos-mos platformalar. Va yechim sifatida yagona platforma ishlab chiqarilishi va u masshtabli bo'lishligi, qulay bo'lishligi va avtomatlashtirilgan bo'lishligi nazarda tutiladi va uni mana o'sha Telegramlarda, boshqalarda faoliyat yurgizadiganlarda tarix qolmaydi. Ular analiz qila olmaydi, keyingi harakatlarni oldindan belgilay olmaydi. O'shaning uchun bu narsani bulutli sistemada joylashtirish maqsadga muvofiq deb topilib, shunaqa M-ta'lim platformasi ishlab chiqildi. Buni strukturasi qanaqa? Ya'ni buni markazda o'sha barcha maktablar, o'quv muassasalarini boshqaradigan nima turadi? Tizim turadi va uni atrofida bundan universitet, maktab, o'quv markazlari, repetitorlar foydalanishi mumkin. Va uni atrofida ekosistema qurganmiz. Ya'ni bunda Всем здравствуйте, добрый день. Меня зовут Максим, тезка. Так, смотрите, мой проект, это часть проекта, то есть он состоит из двух больших частей. Это кусочек более большой платформы. Сама экосистема называется TerraQuest. А сегодня я хочу рассказать про QuizRace. Это часть экосистемы TerraQuest. Так, как и написано, интерактивные викторины на уроках. В принципе, вся идея этого приложения – это обучение и гармоничное развитие детей. То есть платформа, которая мотивирует детей больше двигаться, думать и делать домашние задания. Так, если пульт у нас здесь, хорошо. Так, вот внизу TerraQuest Bot. Проблема, кто-то еще учится, кто-то недавно закончил, у кого-то уже учится, все понимают, какие большие проблемы, чтобы ребенка замотивировать, чтобы он начал учиться. Это одно из решений.
интерактивная платформа проведения соревновательных викторин в классе. То есть вы знаете систему Kahoot? Слышали? То есть это в принципе то же самое, только дешевле, качественнее, удобнее и быстрее. Немного есть отличия. Самое главное, что я хотел бы сказать здесь, проведение викторины — это удобство. То есть все работает через Telegram. Это Telegram-приложение, не надо ни скачивать никаких, то есть не надо ни Apple Store, ни других каких-то, не сайты. Telegram почти у всех есть у нас, то есть ребенок или ученик, или учитель напрямую заходит через Telegram, автоматическая регистрация, и вся его деятельность привязана к его аккаунту в Телеграме. То есть учитель создает викторину, загружается гонка, то есть и если вы когда-нибудь пользовались Kahoot, там не было соревновательной составляющей. Здесь именно соревнования, то есть дети играют в игру, отвечая на вопросы, проходит игра. Так, преимущество для учителя. Почему вообще изначально я начал все это делать? Я сам преподаватель, более 20 лет стажа. И, то есть это одна из систем, которые учитель может использовать во время уроков, просто чтобы как бы замотивировать детей работать и больше участвовать на уроках. Так, преимущества для школ, повышение вовлеченности. Ну, можете посмотреть, вы и так, в принципе, понятно, да, что будет давать данная платформа. Так, это пример. Ой, я немного другую, оказывается. Ой, извините, это немного другая презентация. Я ее отправлял в Министерство образования. Я не знаю, почему она здесь. Так, да, это немного другое. Ну, в принципе, я смог рассказать вам о платформе. Просто почему вы сейчас увидели только обучающую составляющую, то, что похоже на Kahoot. Само приложение TerraQuest — это поиск кладов на карте. То есть реальные клады в Ташкенте. То есть она уже работала 2-3 месяца, потом я переключился на QuizRace, поэтому сейчас аудитория немного упала. То есть прячутся реальные деньги, участники, они могут на карте, решая головоломки, проходя квесты, можно найти реальный клад. То есть вот такая вот в целом платформа для обучения и для развлечений. Assalomu alaykum barchaga. Men ismim Xushnud. Xo'p, Abbot CRM CEO va co-founderman. Xo'p. Abbot CRM nima? Bu nasiya savdoga, naqd va nasiya savdoga savdo qiluvchi tashkilotlar uchun, do'konlar uchun avtomatlashtirish vositasi. Xo'p. Nasiya savdoda hozirda bozorda mavjud muammolar nimalar? Ya'ni to'lov nazorati yo'qligi, hisobotlar yetarli emasligi, ya'ni do'konlar o'ziga kerakli hisobotlarni to'liq ola olmayapti. Xo'p. Keyin ombor to'liq emas, ya'ni omborda har xil vositalardan foydalaniladi, ya'ni mo'ysqlat yoki boshqalardan, ya'ni ishlatadigan programmasi ko'p. Xo'p, firibgarlik xavfi, ya'ni muddatli to'lovga berayotganda birinchi o'rinda mijozda skoring qilish kerak. Shunda aniq skoring yetishmasligi bu tovarlarni firibgarlik orqali, ya'ni keyinchalik yo'qolishiga olib keladi. Bu undirish ancha uzoq vaqt va resurs talab qiladi. Xo'p, xodimlar nazorati va valyuta risklari mana shu mavjud muammolardan sanaladi. Xo'p, bozorda hozir mavjud yechimlar bor, lekin umumiy aniq bir barcha muammolarni qoplamaydi. Bozorda hozir raqobatchi Ayken bor, bozorni deyarli 50% shunga tegishli. Bunda ombor rejimi endi qo'shildi, test rejimida, shu paytgacha yo'q edi. Multivalyuta yo'q, optim savdo yoki qarzga savdo degan funksiyalar mavjud emas. KTM integratsiya yo'q. Xo'p, yana qolganlar bir nechta dasturlardan foydalanadi. Yana ba'zi do'konlar o'zi uchun CRM ishlab chiqargan, lekin bu ko'p vaqt va resurs talab qiladi va qimmatga tushadi bu. Xo'p, bizning yechim nima? Bizning yechim
CRM o'z ichiga ombor boshqaruvni, aniq scoringni, ya'ni KTM orqali, MyUscard, Plamus orqali scoring qilib beradi. Chakana va qarz savdoni nazorat qiladi. Kassa nazorati, moliya, email nazorati, ya'ni email orqali qurilmalarni bloklash mumkin. Avtoto'lov, muddat kelgan qarzlarni avtomatik kartadan yechish funksiyalari mavjud. Xo'p, bundan tashqari xarajatlar nazorati ham mavjud. Xo'p, bu keyinchalik moliyaviy nimani chiqarishga xizmat qiladi. Xo'p, bozor imkoniyatlari Markaziy Osiyo va Markaziy Osiyoda umumiy taxminan 10 ming muddatiy to'lovga savdo qiluvchi do'konlar mavjud. Xo'p, bu O'zbekiston bozorida 6 ming do'kon deb 6 ming do'kon va biz egallamoqchi bo'lgan hozircha, ya'ni 5 yillikda 3 ming do'konni egallamoqchimiz. Xo'p, biznes modelimiz asosan komissiya hisobidan olinadi, ya'ni har bir shartnoma tuzishdan $2, xo'p, yoki undiruvdan komissiya, qurilmalarni bloklashdan ham komissiya olib xizmat ko'rsatamiz. Bundan tashqari ombor subscription rejimiga o'tadi 1 yildan keyin. Hozir 1-yilda tekin. Xo'p, moliya hisoboti ham subscription bo'ladi. Xo'p, moliyaviy prognoz, mana bu bizni 5 yillikdagi prognozimiz. Bu hozir bor, hozir lekin bor, ya'ni biz litsenziya asosida sotganmiz. Subscription modelga endi o'tyapmiz. Hozir ikkita уже переговор ketyapti. Bu uchun bizga 2 hafta kerak. Xo'p, bu minimal 5 ta shartnoma uchun hisoblangan. Уже bizni klientlar kamida 1 oyda 100 ta shartnoma imzolaydi. Bu 5 ta shartnoma tuzganda 50 ta do'kon $35, bitta do'kon $35 oyiga to'laydi. Xo'p, shunda shu yil oxirigacha 50 ta do'kon bilan shartnoma tuzsak, 1750 oylik daromadga chiqishimiz mumkin. Faqat subscription bo'ladimi? Yo'q, bu komissiya. Subscriptiondan tashqari, subscription mana 2-yildan уже subscription qo'shilsa, ustiga $50 qo'shiladi. Xo'p. Mana bizning ikkita klient, bu birinchi klientimiz bu 5 yil davomida mana bu Highlife Salon Hayot bilan 5 yil davomida bu tizimni qurganmiz, ya'ni bu tizimni qurish bizga begona emas va endi sotuvga chiqardik. Shu yil boshida mana bu Ezgu Techga sotdik. Buxoroda 3 ta filialiga ega $10,000 ga litsenziyani sotdik. Xo'p, litsenziya sotdik degani nima bu? Ya'ni modelda o'zini serverga ulab berdik. Subscription emas, hech qanaqa bizga to'lov qilmaydi. Hamma keyinchalik ham to'lamaydi. Keyinchalik, poddeshkasi uchun bizga $500 to'laydi, texnik poddeshka uchun. Keyinchalik buni endi subscription modelga o'tgandan keyin buni ham o'tkazmoqchimiz. Lekin u to'lov qilmaydi. Moliyaviy nimalar uchun to'lov olishimiz mumkin. Rahmat, vaqtingiz tugadi. Tak, hammaga assalomu alaykum yana bir bor. Ismim Zohid, AI Wardrobe asoschilaridan biriman. Biz AI asosida sistema yaratganmiz. AI personalniy stilist. Bu sizlarga stillarni yaratishga yordam beradi va garderob otsifrovka qilishga yordam beradi. Вот. Kuniga odamlar kamida 15 minutdan kiyim tanlashga sarflashadi. U 15 minut ichida kiyim qidirib, kiyim tanlash, nima bilan nimani solishtirishga odatda ketishadi. Вот, o'zi nimaga bu ishlaydi? Biza уже bunaqa modellar Yevropada, Amerikada ishlab kelyapti. Yevropada bu bizani Alta Daily degan konkurentimiz, ular LVMH venture fondidan поддержка olishgan. LVMH bu premium kiyim do'konlari fondi, ya'ni Loro Piana, Brunello Cucinelliga o'xshaganlarda ulardan поддержка olib ishlab kelishyapti. Va yaqinda 3 oy oldin Amerikada iState degan приложение ochildi. Бывший Telegram разработчикаdan. Ular ham shuni ishdan ketib shu yo'nalishda startap ochdilar Amerikada. Уже ular ham 3 oy ichida pre-seed darajasida investitsiya birlashib qila olishdi. Ular ham fast grow qilib tez o'sishyapti. Tak, bizda в основном
bizani отличиямыз ulardan computer vision texnologiyamizda bo'ladi, ya'ni porog vходani biz osonroq qilamiz. Agar bizani konkurentlarimizda Amerikada, Yevropada ular har bitta garderobini otsifrovka qilishi uchun rasmga olish kerak bo'lsa, bizda bitta videoda yarim kiyimi tushsa, уже yetarli bo'ladi va butun garderobi 2 minut ichida otsifrovniy bo'ladi. Shular bilan stil yaratib, o'ziga analiz qila oladi garderobini. Вот, уже MVP'imiz tayyor. O'zi Amerikada ishlayapti, Yevropada ishlayapti, odamlarga qiziq. Agar biz buni SNG davlatiga oladigan bo'lsak, qattan biz bilamiz ishlashini. Biz analiz qildik va men o'zim bitta blogerni taniyman. Rossiyada 1 yil davomida ular odamlarga stilni, ya'ni kiyimni qanday kiyishi, qaysi detallarga ahamiyat berishi tushuntirganlik orqali YouTube'da 300 mingta follower yig'di, million prosmotrlar yig'di. Bu faqat rus tilida bo'lganda, ya'ni SNG rynoklar uchun. Вот, shu orqali biz kelib chiqib bila olamiz odamlarga qiziq, nima bilan nimani solishtirishga, qanday nimani kiyishga va ular shu yo'nalishda rivojlanishmoqchi. Вот, в принципе, shunaqa. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Abdurov, yoshim 25 da. Biznes boshqaruvi, ishlab chiqarish hamda ERP yo'nalishida ishlab chiqarish va biznes boshqaruvi bo'yicha malakaga egaman. O'zimning malakam hamda o'zimdagi bo'lgan muammolar va shu bozordagi muammolardan kelib chiqqan holatda moliyani professional boshqarishga asoslangan sodda interfeyslik biznes egasi uchun kerakli bo'lgan dastur ishlab chiqdim. Bu dastur nima maqsadda? Hozirgi kunda O'zbekistonda 600 mingdan oshiq davlat reyestridan o'tgan tadbirkorlik subyektlar bor. Bundan tashqari norasmiy tadbirkorlik subyektlari ham bor. Bularning ichidan doimiy oylik aylanmaga ega bo'lgan 430 mingdan oshiq mavjud tadbirkorlar bor. Endi bitta savol, bu tadbirkorlarning hammasini moliyasi avtomatlashtirilganmi, pul oqimi nazoratdami degan savol bo'ladi. Bu bo'yicha men o'zimning dasturimda qisqacha javob berib o'taman. Xo'p, bozorda hozir 80% biznesda pul oqimi to'g'ri rejalashtirilmaganligi sababli yillik hamda oylik foyda 20% dan 10% gacha qisqarishi mumkin. Hamda qarzdorlik masalalari kimda qancha bor hamda qachon olish kerak degan savollar noaniq ko'p joyda qolib ketganligi sababli qarz undirish 1 oygacha kechiktiriladi va оборот 1 baravardan 2 baravargacha sekinlashadi. 90% O'zbekistondagi biznesda malakali moliyachi yo'q, asosan buxgalterlarning konsultatsiyasi o'zini bilimiga tayanadi. Shundan kelib chiqqan holatda oq va chorniy beli оборот deyiladi. Hammasini bitta dasturda yuritish murakkab hamda xavfli hisoblanadi. Endi income, ya'ni meni dasturim qanday yordam beradi? Barcha moliyaviy operatsiyalarni birgina dastur o'zida foydalanish, moliyani to'g'ri rejalashtirish asosida 20% dan 30% gacha daromadni saqlab qolish hamda qarzdorlik, haqdorlik kimda qancha degan savolga birgina dastur o'zidan javob olish, muzlagan pullarni aniqlash va tushum bilan xarajatni to'g'ri rejalashtirish asosida aylanmani 2x gacha oshirish. Bizning mijozlarimiz kimlar? Kichik, o'rta hamda moliyasida muammosi mavjud yirik biznes egalari. Ularni segmentlaydigan bo'lsak, qurilish, ulgurji savdo, katta va kichik ishlab chiqarishlar, IT kompaniyalar va hokazo. Endi biz bularni qanaqa jalb qilmoqchimiz? Digital, ya'ni hozirda ommalashgan target orqali hamkorlik, ya'ni konferensiyalar, spikerlar orqali hamda mavjud tizimlarga integratsiya qilish orqali ulardagi klientni o'zimizga integratsiya orqali olish orqali hamda o'zimizning audit xizmatimiz bilan tadbirkorni moliyasini audit qilib, pul oqimlarini o'rganib chiqib, ushbu pul oqimini inkamda olib borishni taklif qilib hamda inkam tizimiga o'tkazish orqali. Xo'p, hozirgi kunda yuqorida aytgandek 460 mingdan ortiq tadbirkor faol aylanmaga ega. Bundan biz 5, 10 yoki 1% emas, atigi 0.5% ni bozordagi mijoz ulushimiz sifatida oladigan bo'lsak, 2300 tani tashkil qiladi. Endi biz bu mijozlarga nima tavsiya qilamiz? Bizda 3 xil tarif bor: standart, pro, audit. Standart hozirgi holatda, ya'ni dastur shu kunlarda ommaga olib chiqiladi. Bunda standart versiya bor. Endi pro versiyada biz misol uchun mavjud Didokus va boshqa elektron hujjatlar shakllantiriladigan dasturlar, bankka integratsiya, to'lov tizimlariga va boshqa dasturiy ta'minotlarga integratsiya qilib bera olamiz. Audit xizmatimizda nima? Audit xizmatimizda boya aytib o'tganimizdek, tadbirkorni pul oqimini, moliyasini tahlillash, foyda zararini ko'rsatib berish hamda bundan so'ng buni to'g'ri olib borish uchun income dasturiga o'tkazish.
Xo'p, kutilayotgan natija bozordagi mijoz ulushdan kelib chiqqan holatda standart, pro hamda audit xizmatlarimizdan kelib chiqib turib buni taqsimlaydigan bo'lsak, boshlang'ich oyda $4,000 yakuniy yilni oxiridagi oylada $166,000 ko'tarish reja qilganmiz oylik tushumni. Yillik tushum esa shundan kelib chiqqan holatda $1,300,000 olib chiqishni maqsad qilganmiz. Biz foydalanuvchiga qanaqa qulayliklar beramiz? Umumiy olib aytganda, o'sha bitta inkamimizda moliyaviy operatsiyalarni boshqarish, DDoS, elektron boshqa hujjatlar shakllantirishda pullik ularni hammasi, lekin inkamni foydalanadigan bizning mijozlarimizga u bo'yicha imtiyozlar berish hamda mavjud dasturiy ta'minotlarga integratsiya, bank hisob raqami hamda to'lov tizimlariga integratsiyani ta'minlamoqchimiz. Bozorda bu segmentga talab juda ham yuqori, lekin raqobat ham yo'q emas. Bizning asosiy raqobatchimiz hozirgi holatda Aqcham hamda IDMX, lekin Bills bor, SmartUp bor, yana kimdirlar Excelga qiyoslashadi. Bularni nima uchun qo'shdim? Biz O'zbekistonda hamma solishtirish yaxshi ko'radi, shu uchun. Bulardan misol uchun afzalliklarimiz, misol uchun farqlarimizni ko'rsatib o'tganman. Xo'p, bu bizning jamoamiz B2B savdo, ishlab chiqarish, biznes boshqaruvi hamda ERP yo'nalishida avtomatlashtirish bo'yicha men va sherigim Asadbekga ancha yillik malakasi bor. Ikkalamiz founder hisoblanamiz, CEO man, biznes analitik Asadbek. Abdurahmon aka bizni moliya bo'yicha konsultantimiz, Kamoliddin SMM bo'yicha menejerimiz. Endi IT proyekt hisoblangani uchun IT bozorida eng ilg'orlardan bo'lgan Ox Technology'ga IT outsource asosida bu narsani topshirmoqchimiz. Sababi IT ishlik uchun ko'p jamoa kerak hamda buning uchun juda katta byudjet kerak. Byudjetni saqlash hamda samaradorlikni oshirish maqsadida outsource tanladik biz. Maqsad bo'lagi. Savol bo'lsa. Ismim Javohir Abrorov, yuristman. Biznes advokat, yurist hisoblanaman. 20 ta firma va bitta korporatsiyaga outsourcing xizmati yo'lga qo'yaman. Bizning platforma B2B platforma bo'lib, buni vazifasi, ya'ni bundan oldin sizlarga bitta raqamga e'tibor berishlarini so'rayman. Ya'ni 370 trillion so'm. Bu har yili O'zbekistonda savdosida, ulgurji savdoda ishlab chiqaruvchi korxonalar yuzaga keladigan zarar, ya'ni soxta firmalar bilan oldi-berdi qilish, og'zaki kelishuvlar, shunga o'xshash savdodagi nizolar tufayli yuzaga keladigan nizo va haligacha bunga yechim berilmagan. Biz o'z platformamizni yuritdik, ya'ni bunda bizning asosiy maqsadimiz O'zbekistonda savdoni xavfsiz, shaffof va raqamli qilish. Bizni asosiy vazifalarimiz ishonchsizlikni yo'qotishni oldini olish. Ya'ni bizda escrow va escrow orqali soxta firmalar va savdodagi pul aylanmalarini qo'shish orqali hal qilish. Ya'ni bizada integratsiya amalga oshirildi. Ya'ni har bitta firmani stiri orqali o'sha firmani va to'lovga qobiliyatligi, bankrot bo'lmaganligi, shubhali korxonalar ro'yxatida bo'lmaganligi avtomatik aniqlanadi va savdoga kiritadi. Bizda asosiy muammolar qaydan keldi? Asosiy muammolar ishonchsiz kontragentlar, ya'ni firibgar va qora ro'yxatdagi korxonalar bilan to'qnash kelish xavfi bilan yuzaga kelgan. To'lov xatarlari, ya'ni mahsulot kelguncha to'lovini kafolatlanmaganligi, ya'ni pulni qaytarib ololmasligi, xaridorni topishdagi muammolar, ayniqsa xaridor bilan savdodagi talabni mos kelmay qolishligi, yuridik hujjatlarning sekinligi, ya'ni hamma firma ham yurist olishga qudrati yetmaydi hamda shartnoma tuzishga 3-4 kun vaqt ketadi. Logistikani ko'rinmas jarayoni, har bitta savdogarni yo logistikada mahsulot kech keladi yoki umuman qo'ng'iroqlar amalga oshiriladi. Bu tijoratda juda ham qiynaladigan masala hisoblanadi. Keyin tadbirkorlarning hozirgi kunda savdodagi zararlari 214 trillion so'm hozirgi vaqtda kelib, statistik ma'lumotlarga kelib, pul qaytmaydi. Bunda korxonalar orasidagi umumiy kreditorlar qarzdorligi sabab yuzaga keladi. 3 yil muddat o'tadigan bo'lsa, davom muddat o'tadi va qarz undirish imkoniyati bo'lmaydi. 400 milliard so'm kontragent tekshirilmaganligi sababli soxta firmalar bilan bitimlar tasdiqlanadi hamda u yerdan pul undirishni imkoniyati bo'lmaydi. 120 trillion so'm rasmiylashtirilmagan, ya'ni og'zaki va noto'g'ri shartnomalar yuzasidan yillik zarar. 1,2 trillion so'm bu mahsulot yetib kelmasligi yoki kechikishi orqali yuzaga keladigan nizo, zararlar bo'ladi. Buni yechimi sifatida biz
innovatsion yechimlarimizni taklif qilamiz. Ya'ni bizni platformamiz 5 ta yo'nalishda o'tadi, har bir etap ketadi. Ya'ni bizda teskari auksion ishlaydi. Ya'ni bunda qanday? Bunda birjada, UzX tovar xomashyo birjalarida asosan savdogarlar, ishlab chiqaruvchilar o'zining lotga mahsulotini qo'yadi. Bizda esa umuman teskari, ya'ni xaridor o'zini talabini qo'yadi. Misol uchun menga 15 tonna sement mahsuloti kerak. Lot ochiladi. Push xabari o'sha mahsulot bilan ishlaydigan tadbirkorlarga yetib boradi va lotda qatnashadi. Eng yaxshi taklifni va narxni bergan bilan bitim avtomatik tasdiqlanadi. Bitim avtomatik tasdiqlanyapti-da, alt shartnoma bo'limiga o'tadi. Ya'ni ikkala rekvizitda firmasining rekvizitlari ma'lumot oladi, lot ma'lumotlarini oladidagi shartnoma avtomatik o'sha vaqtda tasdiqlanib chiqib beradi. Ikkala tomon kuzatadi, shartnoma ma'qulmi, talablari javob beradimi, tasdiqlaydi. Va bu yerda qog'oz jarayonlari, ma'lumot almashish ham kerak emas, bu yurist ham kerak emas. Keyingi yechim escrow to'lov, ya'ni tadbirkor ishlab chiqaruvchi eng qiynaydigan masala oldindan pul berib mahsulot ola olmay qolishlik yoki mahsulot berib pul ola olmay qolishlik. Bizda yechim bu yerda to'g'ridan to'g'ri xaridor, sotuvchi, ishlab chiqaruvchiga pul o'tmaydi, ya'ni pul 3-hisob raqami turadi, ya'ni bank hisob raqamida, escrow. Ya'ni bu yerda pul mablag'i muzlaydi. Qachon mahsulot ishlab chiqaruvchidan savdogarga yetib borganda pul o'tkaziladi. Bu yerda foizni yutqizib qo'yishing mumkinmi deb aytishingiz mumkin, yutqizib qo'yishimiz mumkin, lekin bank tomonidan o'sha 10 kundan 15 kungacha ketadigan mahsulot yetadigan pul bank tranzaksiya amalga oshiriladi va bunda bank puldan foydalanadi. Keyin pul muzlatildimi? Keyingi yechim, agar bizlarda lotda ishlab chiqarish taklif beradi, ya'ni men shuncha 4 million 500 narx taklif qilaman, plus yetkazib berish xizmatim bor deydigan bo'lsa, lot amalga oshadi. Agarda yetkazib berish xizmati bo'lmasa, bizlar logistik firma bilan shartnoma tuzganmiz, u amalga oshiradi yetkazib berish xizmatini. Keyin kontragentlar tekshirish xizmatlari ham bo'ladi. Qo'shni davlatlar bilan hamkorlik qilgan bu bizning platforma, hamma jarayonlar ketyapti. 20 ta firma o'zimni yurik anavlari ayni yilning boshida ular o'sha muammo bilan chiqishgan, muammoni keyin o'rganib chiqdimda inson omili bunga qodir bo'lmagani uchun platformaga soldik. Rahmat hammaga kattakon kelib qatnashganlaringiz uchun. Biz hozir mana bu juri a'zolarimiz baholashdi. 2 hafta ichida javob beramiz. Kim bizni pipeline oldik va keyingi jarayonlar due diligence jarayoniga o'tdi. O'shani e'lon qilamiz. Sizlarga email orqali nima qilib chiqamiz. Va agar kimdadir qiziqish bo'ladigan bo'lsa, biz startup booster degan akseleratsiya ishga yo'lga tushiryapmiz. 24-mart sanasidan boshlanadi. Bunda xalqaro va mahalliy mentorlar 6 hafta davomida dars berib boradi, mentorlik qilib boradi va bular hammasi onlayn bo'ladi va oxirgi nimada demoda bo'ladi. Demodada saralangan startaplar offlayn chaqiriladi va investorlarga pitch qilib beradi. Bu yerda $1 million investitsiya jalb qilish imkoniyati bo'ladi. Nafaqat United Ventures'dan, shu O'zbekistondagi barcha venture fondlardan va xalqaro venture fondlarni ham biz taklif qilganmiz. Bu yerdan ham investitsiya jalb qilish imkoniyati bo'ladi. Agar savollaringiz bo'lsa, bizda saytimiz orqali uventures.uz yoki startupbooster.uz orqali kirib ro'yxatdan olishlaringiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa bemalol, rahmat kattakon.